Chiziqcha bilan yozish. O'zbek tili imlosida so'zlar qanday holatlarda chiziqcha bilan yoziladi? Juft va takror so'z qismlari chiziqcha bilan yoziladi. Masalan, el-yurt, kecha-kunduz, mayda-chuyda. Takror so'zlarga misol duk-duk, bitta-bitta, baland-baland. Yodda tuting, juft so'zlar qo'shimcha yordamida yasalgan so'zlar ham chiziqcha bilan yoziladi. Baxt, saodatli, xayr, xo'shlashmoq kabi. Juft so'zlar qismlari orasida u yoki yu bog'lovchisi kelsa, undan oldin chiziqcha qo'yiladi va juft so'z qismlari ajratib yoziladi. Do'stu dushman, kecha-yu kunduz kabi. Belgini kuchaytiruvchi qip-qizil, yam-yashil, dumdumaloq kabi so'zlar ham chiziqcha bilan yoziladi, lekin oppoq so'zi qo'shib yoziladi. So'zning ma, ba yordamida birlashgan qismlari chiziqcha bilan ajratib yoziladi. Chi, a, ya, ku, u, yu, da, ye yuklamalari ham chiziqcha bilan yoziladi. Agar tartib sonlar arab raqamlari bilan yozilsa, inchi qo'shimchasi o'rniga chiziqcha qo'yiladi. Bizda hozircha shular. Xayr, salomat bo'ling.